Assalomu alaykum. O'zbek oyim minbaridan sadolar loyihasining 69-soni efirda. O'zini haqoratlangandek his qilgan, oyog'i majolsizlanib, bazo'r qaddini tik tutadi. Beparvo kishining bir tuki ham qilt etmay tursa, alamini ichiga yutgan qizarib ketadi. O'zida ensasi qotgandek alomatlarni idrok etgan, noxush gapni eshitsa, miyasi ezilgandek bezovta bo'lar. Loqaydlik va mensimaslik hamiyatni vayron etsa ham, og'ir gapni gapirgan tilini tishlab qololmaydi. Tomirida to'nglab qolgan qon to'satdan harakatga kelgandek yengil tortgan, gap mag'zini chaqqandek bo'lar. Voy sho'rim qursin deb yoqasining uchini tutamlab olayib tikilgan suhbatdoshini taajjubga soladigan gapni marjonday tuzadi. Gap arqonini uzun tashlaganning o'yini ming joyidan qirqqan, o'z nishini botirish payida bo'lar.